Farzand Tarbiyasi nomli kitobining davomi. Mikrofon oldida Nurjamol. İkinci bab. Farzandlarning aqliy va jismoniy safosini o'stirishning dastlabki omillari. Qozonda nima bo'lsa, cho'mishga shu chiqadi. Uyg'ur xalq maqol tamsili. Siz odamning nima ekanligini bilamsiz? Uning yoshirin iqtidori va qudratini tushunamsiz. Muntazam tarbiya ko'rgan odam bilan tarbiya ko'rmagan odam o'rtasidagi farqning qanchalik zo'r bo'lganligini his qilganmi? Odam g'oyat qudratli kuch. Bu dunyoning ruhi va biziki. U aqliy buyukligi bilan dunyodagi barliq mavjudotlardan yuqori turadi. Dunyo faqat odam bilan go'zallasha oladi va haqiqiy qimmatga ega bo'ldi. İnsaniyat tarixida yuz bergan barliq mo'jizalar, barliq ixtirolar va jamiyat jihatiga yuksalishlarning hammasi inson aqlining kamolati. Alisher Navoiy inson aqlining qudratini xulosalab mundaq bayon bergan. Hikmat dunyosining g'avg'osi menga go'har masallik mundaq bir hikmatni aytib berdi. Bir daryoda nurg'un baliqlar to'pi bor edi. Ular hamisha suv tepish uchun tashna bo'lib yurishadi. Ular suv erishishning orzusida, suvning rangi va ta'mi qandaqdir, uni yurish turishni bakmi ko'rgimiz bor deyishadi. Hamma baliqlarning jismi ashu arzu-armonlar o'tlarida kuyatdi-yu, lekin hech biri suvga erishgandek emas edi. Axir bir baliq o'kingan holda, dengiz to'lqinida bir cho'ng yoshliq lahang bor. Umidim shuki, u bizga suv bor joyni aytib berib, bizning mushkullarimizni oson qilg'usi dedi. Baliqlar suvga yetish orzusida ko'ldan dengiz tarafga qarab yo'l oldi. Ular to'lqin atrofiga yig'ilgandan keyin u yerdagi pirqirayotgan pilakdek qaynamni ko'rib hayron bo'ldi. Bu yerdagi to'lqin va qaynamning tik ko'tarilishlari sababli baliqlar taraf-tarafga bo'linib ketdi. U shu chog'da hiliq lahang paydo bo'lib, bu yerdagi bir-biridan judo bo'lgan baliqlarni yalmab yutib qo'rsqiga tiqdi. Baliqlar shu chog'da ondan ilgari o'z umrining butunlay suv ichida o'tganligini bildi, lekin hasrat nadomat kor qilmadi. Shuni bilginki, deydi Navoiy yuqorqi misoldan keyin, har bir insonning vujudida bir yoshirin xazina bor. Sening tabiating o'zingdagi bu xazinani bilishga ojizdir. U xazina senda pinhon emas, balki sen u xazina ichida yo'qolgandirsan. Lekin nodonliging tufaylidan o'zingni o'zing tushuna olmaysan. Sen ajoyib g'aroyibotlarga yo'l topaman deb orzu qilsan. Ogoh bo'lganki, ajoyib g'aroyibotlarning hammasi o'zingda. Shuning uchun o'zingni bilganda to'g'ri yo'lga qadam qo'ygin. Unda qilmay keyin nadomat chekkaning behuda. Shundoq, hamma narsani oriyat olg'ili va o'rgangil bo'ldi. Hargizmi aqlni oriyat olg'ili va o'rgangil bo'lmaydi. Chunki aql insondagi tabiiy, lekin yoshirin xazina. Bu xazinani faqat tarbiyalanish orqali ochqili va uning qudratidan foydalanqil bo'ldi. Bu so'zimizni yanada Alisher Navoiyning tuvandagi bayonlari bilan to'liqlaymiz. İskender Aristotel'in inson butkul maxluqlardan sharafli va a'lodir. Chunki uning zoti vujudida Tangrining sirlari yoshiringandir. Biroq nurdan insonning ko'zi ro'shanlashmagan bo'lg'achqa, ular o'z vujudidagi xazinalarni ko'rolmaydi, uni bilmaydi. Shundoq turib yana nima uchun mohiyat jihatda insonlar yanada boshqa maxluqotlardan farqlanib turadi deb so'radi. Inson agar izlanadigan bo'lsa, har qanday narsaning tegi mohiyatiga yeta oladi, dedi Aristotel javob berib. Shunga u boshqa maxluqlardan aziz va sharafli. Ammo boshqa hayvonlar bunday sifatlardan xolidir. Bir odamning vujudida yoshiringan sirlar butkul jahon ahlining bilalaydiganlaridan ko'prakdir. Biroq kishilar o'zining ichki dunyosi haqida bilalaganini biladi. Bilalmagani to'g'risida ortiqcha izlanmaydi. İnsanlar gerçi o'zini obdan bilsimi, lekin tashqi dunyo haqida nurg'un narsalarni bildi. Mushu jihatdagi bilimimi ularni boshqa jonliqlardan farqlantirib turadi. Erisholmaslik shiddati va talabgorlik raj mushaqqatlari insonlarning hayvonlardan aziz va shavkatli bo'lishiga sabab bo'lgan. Chunki kishilarning ko'nglidagi orzu-istaklari va intilishlari tepilg'usiz go'hardir. Hozirgi zamon ilm bilan isbotlagan odam aqlining funksiyasi bo'lgan mingning uchurlarni qabul qilish va saqlash iqtidori bizni hayron qoldirdi.
Amerikalik bir psixologning qarashicha, odam miyasi Amerika davlatlik kutubxonasida saqlanayotgan kitoblarning 50 hissasiga barobar keladigan uchurlarni qabul qilish va saqlash iqtidoriga ega ekan. Real turmush bizga yana shundoq bir selishtirmani beradiki, kishilik jamiyatda iqtidorli, aqlli odam bilan iqtidorsiz, aqlsiz odam o'tirisida osmon zamin farq bo'ldi. Yusuf Xas Hojib bu xil farqni aqli yetilmagan ming odam aqli yetilgan qobiliyatli bir odamning ishini qila olmaydi. Shunga aqlli odam bilan aqlsiz odam tirik bilan o'likdek farq ega degan. Hurmatli ota-onalarga odam to'g'risida eskartma berishimizning sababi nima? Bu tushunchalar bizga farzand tarbiyalashda va ularning aql bulqin etishda, ularni haqiqiy odamlik iqtidoriga ega qilishimizda qanchalik zarur ekanligini his qildirish uchundir. Agar biz farzand tarbiyasiga haqiqiy ko'ngil bo'lmasak, farzandlarimiz saidi, o'zimga men yaqin, do'stim o'zimdan yaqin. Shunisi qiziq va lekin men uningdan bak yiroq. Naqilay kimlarga aytay ushbu holimni ko'ring, yar quchog'ida turib, hijronda yurgayman biroq degandek ahvolda eng zo'r mahrumliklar ichida hayotini o'tkazishga mahkum bo'ldi. Aql behudachiligidimi ortiq yo'qotish bo'lmas. Birinchi, farzand tarbiyasi o'zimizni takomillashtirishdan boshlandi. Ali inakning bolasi chala quyruq, Uyg'ur xalq maqol tamsili. Ilmda yuksak taraqqiy qilgan bugungi davrda insonlar farzandlarining naslini yaxshilash, sifatli, talantli, yaramli farzandlarni dunyoga keltirish uchun o'zliksiz izlanmoqda. Qonuniyat nuqtasidan olganda, qandoq urug' silinsa, shundoq meva beradi. Yaxshi mahsulotga erishish uchun urug'ning sur'atini yaxshilashga to'g'ri keldi. Odam naslimi hargiz bu qonuniyatning sirtida emas. Uyg'ur xalqi qadimdan tortib irsiyat masalasiga, ya'ni asli nasliga tortish qonuniyatiga ahamiyat berib keldi. Shunga farzandlarning aqliy qobiliyati va psixik xususiyatlarining nisbiy holda ota-onasini tortadiganligi muayyanlashtirilgan. Shunga Yusuf Xas Hojib hokimiyat ishlariga odam tanlashda asli urug'ga qarash kerak. Urug' sop bo'lsa farzand yaramliq bo'ladi. Urug' yaxshi bo'lmagan farzanddan vafo kelmaydi deb qaragan. Psixik o'xshashlik, chiroy shakli, bo'y turuqi, yurish turishidagi o'xshash ro'shan ko'rinib turmoqligi uchun uni bayqamoq oson emas. Real turmushdan qaraganda, aqliy qobiliyat jihatga selishtirmada farzandlarning tunjisi, ya'ni ayol, yosh, go'dak aqliy qobiliyati va jismoniyati to'liq yetilmagan mezgilda tug'ilgan bolalar bilan uchinchi farzand, ya'ni ota-onalar to'liq yetilgan, aqli to'shqan, turmush tajribasi mo'llashgan chog'da ko'rgan farzandlarning aqliy qobiliyati o'xshash bo'lmaydi. Qadimgi Uyg'ur cho'chaklaridagi kenji o'g'ilning oldidagi ikki aksiga qaraganda aqlliq va qobiliyatli bo'lganligidanmi ma'lum ilmiy asosi bor. Ikkinchi nuqtadan qaraganda aqlli, qobiliyatli tarbiya ko'rgan ota-onalardan tug'ilgan bolalar bilan tarbiyalanmagan do'd, nodon, madaniyat saviyasi tuvan ota-onalardan tug'ilgan farzandlarning aqliy iqtidorida belgilik farq bo'ldi. Uchinchi nuqtadan ko'rsatganda xotinning muhabbati, shu chog'dagi ruh kayfiyati, ruhiy jihatdagi sog'lomligi, o'zaro kuyinish, bir-biriga bo'lgan intilish va taqozolik qatorli omillarmi farzandlarning tug'ma mijoz xarakteriga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Bu nuqtami maxsus bu temaga murojaat qilingan kitoblarda yaxshi isbotlanib ko'rsatilgan. Shohdin to'ralgan yaramsiz o'g'il. Bir aqlli podshoh nihoyat og'ir kasalga giribdor bo'lgan ekan. Nurg'un tabiblarmi davo qila olmabdi. Shundoq kunlarning birida bu shaharga bir tabib kelib, shohni dorisiz davolab saqaytibdi. Bir kuni shoh yiliq tabibni chaqirtib, nurg'un tabiblar topolmagan dardlarimdan meni sen qanday qutuldirding? Ammo mening qalbimda yana bir dard borki, uning dastidan kechalar uxlay olmayman. O'g'limning qilgan qilmishlaridan yuragimga o'rnagan dog' hech yo'qmidi. Nihoyatki menga o'xshash bir podshohning pushtidan yaramaz va yuzsiz farzandning tug'ilgan nimasi? O'g'illari podshohlik taxtini egilmak uchun Silni o'ldirmoqchi bo'ldi. Sili uni zindonga tashladilar. Haqiqatni aytganda, bu cho'ng musibatning sababchisi o'zlari. Bunday so'zni qilishga qanday jur'at qilding? Qaysi ota o'g'ilni yerginishlik yo'lga boshlaydi? deb koyibdi podshoh. Masalaning boshqa tarafini nazarda tutyapman shohim.
Gapni yiroqdan boshlayli. Shu chog'da hammani oson tushunala. Ma'lumki, ko'ktatlardan, har turli ziroatlardan va mevalik daraxtlardan yaxshi ham mo'l hosil olish urug'larning suftiga bog'liq. Xuddi shuningga o'xshash insonlarningmi naslining yaxshi yomon bo'lishi ko'p jihatda farzand yuzi ko'rayotgan kishining shahvat chiqarayotgan chog'dagi ruhiy holatigami berib taqildi. Odam bir dardga duchor bo'lganda, bu ahvol qon va suylikda ma'lum bo'lgandek, odamning mijozi, ma'naviy va moddiy holati shahvatning sifatiga ta'sir qildi. Shahvatning sifati kayfiyat va sharoitga qarab bir-biriga o'xshashmagan xususiyat bilan shakllandi. Shunga bir ota-onadan tug'ilgan farzandlarning aql idroki, bo'y turqi va mijoz jihatda bir-biriga o'xshamaydiganligini o'zlari puhrolardanmi ko'proq biladilar. Bir vaqtda va bir xildagi shahvatdan tug'ilgan qo'shkizak bolalarla ko'p hollarda bir-biriga bakroq o'xshash bo'ldi. Paketlaringga qoyil qilarliq. Biroq buning menga va hozir sana aytgan dard hasratimga nima aloqasi bor? Shohim, buning cho'ng aloqasi bor. Aytganimdek, er-xotin o'rtasidagi ko'ngilsizliklar, g'azab-nafrat, yuraksizlik, qaloqlik, bilimsizlik naslning buzilishiga sabab bo'ldi. O'g'illarning qursoq qarar topgan vaqtini aslab ko'rsizlar. Shu chog'da sizlar tag'illari va uning tarafdorlarini o'ldirib, taxt egildilar. Bu qotillik kayfiyat xotinlar bilan birga yotgan paytdagi shahvat orqali bo'lg'usi farzandlarga o'tgan. Shuning uchun o'g'illarmi sizlarga o'xshash qotillik yo'li bilan taxtni egilmoqchi bo'lgan. Tuvib, bu qamlashmagan gap, meni kuldirib, masxir qilayotgan o'xshaysan. Yo'q, oliylari, deb yana bir misol keltiribdi Tuvib. Bir qimavoz chayxonada ulfatlar bilan chaqchaqlashib o'tirganda, qo'shnisi Allohzodi bo'lgan holda yurib kelib, uyingizga tezroq biring. O'g'lingiz 2 kishiga pichoq tiqyapti deb xabar qildi. Qimavoz o'g'limning bunday ishni qilishi tabiiy. Chunki men o'zim odam o'ldirib uyimga kelgan kunim xotinim o'g'limga homildor bo'lgan edi. Shu chog'dagi meningdagi qotillik hissiyot shahvat orqali bolamizga o'tgan debdi. Tibib bir ikki misol orqali hukm xulosa chiqarish ancha to'g'ri emas, debdi podshoh. Mening oldimga yaqinda bir odam o'g'ilni olib keldi. Bu bola urug', qo'rqinchoq, tartinchoq va ko'rimsiz edi. O kishidan bolaning qanday sharoitda tug'ilganligini so'radim. Ma'lum bo'lishicha, onasi bu bola homildor mezgilda zamon to'limi tinchsiz va ma'lumon ekan. Shahar ba'zida u xonning, ba'zida bu xonning qo'liga o'tib, yuzlab kishilarning yostiqi bo'sh qolgan. Er-xotin hamisha yo'qsizlikda yashagan. Bu ahvollar naslga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bir odamning 5 farzandi bo'lib, ular mijoz xuluq, qobiliyat jihatda bir-biriga o'xshamaydi. Ularning ichida Xursanjon ismli o'g'li nihoyat qobiliyatli adablik ekan. U odamning aytishicha, bu o'g'li zamon tinchiganda tug'ilgan ekan. U kishining umrida bir qatim omad kelib, xotini bilan birga sayohatga chiqish fursatiga erishibdi. Ular ajoyib go'zal joylarni ko'ribdi. To'y to'kun tomoshalarda bo'libdi. Sayli sayohat qilibdi. Ruhiy xotirjamlik, huzur halovat, ig'ir kunlardagi jafo mushaqqatlarni unutildiribdi. Natija asta-asta er-xotinning bir-biriga bo'lgan muhabbati va mehribonligi kuchayibdi. Mana shunday yaxshi kayfiyat ichida yurishganda xotini homildor bo'libdi va yiliqi aqlli o'g'il tug'ilibdi. Bu o'g'il xursandchilik ichida tug'ilganligi uchun uningga Xursanjon deb ism qo'yishgan ekan. "Hay jivib" deb e'tiroz bildiribdi podshoh. Bir qadimlik sayohat mezgildagi ruhiy shodlik natijasida yaxshi farzand dunyoga keldi. Uning ustiga qancha sayohatlardami bo'ldik, lekin bizning farzandimiz Xursanjonga o'xshamaydi-ku. Ey shohim, nozuk bir masalaga diqqat e'tiborlarini burishimga ijozat bergaylar. Gap shuningdiki, Xursanjondek xushfe'l yaxshi o'g'il bir-birini haqiqiy mehr bilan so'ydigan er-xotindan dunyoga keldi. Sayohat jarayonida er-xotinlarning muhabbati texim kuchaygan. Bu er-xotinlar ham ruhiy jihatda, ham jismoniy jihatda bir-biriga kuchli talpingan, bir-birini to'ldirgan. Natijada ularning nasli ham to'liq, ham sifatli bo'lgan. Sizning o'g'illari homil bo'lgan paytlarda sizlar er-xotinda ana shunday samimiy muhabbat va kuyimchanlik bo'lmaganda qildi. Bunday deyishga qanday tiling bordi? Bir-birimizni so'yimiz deb e'tiroz bildiribdi podshoh. Shohim, bir qo'shiq qanimdan kechgaylar. To'g'ri, dastlab shunday bo'lgandi.
Keyin ahvol o'zgargan. O'zlari o'ylab ko'rsizlar. Sizlar haramlardagi go'zal kinizaklar bilan maishat qilgan turuqliq qanday qilib xotinimni so'yman deyalaydilar? Xotinlaringizning sizlarni so'ymaydiganligiga ishonchim komil. Bo'lmasa, xotinlardan so'rab boqaylar. Shah xotinidan samimiy javob berishni o'tinib so'rabdi. Meni suyamsan, yoshirmay rostlik bilan javob bergin. Bo'ladi, men aytay. Sizlar bilan bir yostiqqa bosh qo'yganda muhabbatim o'tidan o'zim qo'rqgan edim. Ammo uzoq o'tmay muhabbatimni haramdagilarga oyoq osti qilib berdilar. Muhabbatimning yalqinida isinishga ulgurmayla, uning tutuni ko'zimni ko'r qildi podshohim. Ammo men sizlar so'rayotgan yurtning bir quliman. Garchi sizlar xonish deb atab kelgan bo'lsa-mu, sizlarga bo'lgan muhabbatim emas, nafratim uchun sizlar meni darg'a esishga haqli. Bu savaqtim podshoh shuncha qoyil bo'pti va men mush kungacha ko'plagan hayot sirlaridan xabarsiz bo'lganimdek, xotinimning nafratidan xabarsiz ekanman. Afsus, debdi. Bu biz tushungan va tushunib bo'lolmagan fani dunyo shohim. Sabr taqatlik, qanoatchan ayollar oz emas. Ular oilaning manfaatini ko'zlab, erlarning noto'g'ri harakatlarini bilsa-mu bilmasga soladi. Ko'ngildagi noroziliklarni maxfiy tutadi. Ularga sodiq bo'lish, izzat-hurmat bildirish, ko'ngillarni elish va orzu-tilaklarini vujudga chiqarish har bir er kishining burchidir. Shu chog'da ondan xotin kishida erga bo'lgan muhabbat va hurmat jo'sh urib turdi. Ayolning erga bo'lgan muhabbati kuchaygan paytda tug'ilgan bolaning tabiatida ota-onaga bo'lgan mehribonlikmi kuchli bo'ldi va ota-onani qadrlaydigan bola bo'ldi. Tug'ma xususiyatlar mayli ijobiy bo'lishidan, mayli salbiy bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday sharoitga duch kelsa-mu, ko'p hollarda asli mohiyatini o'zgartmaydi. Shundaqmi kishilar bo'lganki, yoshligida qo'l yoki kambag'al bo'lib, keyingi chog'larda cho'ng amaldor va davlatman bo'lib dong chiqargan. Sharoitning yo'qligidan savodsiz qolgan oddiy kishilar orasidanmi dongliq shaxslar chiqqan. Ba'zi ziyoli oilasidan, yuqori tabiqadan kelib chiqqan turuqliq o'zining qobiliyatsizligi tufayli hech qanday ishni boshqa elib chiqolmaydi. O'z tabiatiga nisbatan irodasi bir qadar kuchli qisman kishilar tug'ma nuqsonlarini zo'rig'i sir tutishi mumkin. Biroq vaqti kelganda uning bu nuqsonlari ixtiyorsiz holda portlaydi. Shuning bilan kishilar bu xildagi odamlar ustidan bunchalik nachar, yomon odam ekanligini ajabmi bilmay yurgan ekanmiz deyishidi. Bu xildagi kishilarning tug'ma nuqsonlari hasadxo'rlik, jahillik, ko'ranglik, ochko'zlik, zinaxo'rlik, haqqavurlik, mansabparastlik, shafqatsizlik, qo'rqoqlik, xushomadchilik, hiylagarlik va boshqa salbiy omillar orqali ifodalanadi. Bu xil nachar illatlarning hammasi birla odamda bo'lishni tayin. Bo'lgan taqdirdami bir ikki xil alomat ma'lum bo'lib qoldi. Yaxshi xislatlardan farosatlik, jasoratlik, saxiylik, mehribonlik, insoflik, tabiiylik, hushyorlik, mehmondo'stlik, xush muomalalik qatorliq fazilatlarmi xalqliq paytlar ifodalanadi va siniladi. Farzandlarda bundoq ijobiy xislatlarning shakllanishi, rivojlanishi uchun ko'rish, purash, anglash, tabiiy va ma'naviy uzuqlanishni bilish qatorliqlarning rolining cho'ngligini albatta bilimiz shohim, deb so'zini xulosalabdi Tivib. Yuqorqi bayonlarning ilmiy asosi xili cho'nqur. O kishilarning uzun yillik turmush amaliyoti davomida to'plagan real turmush paketlarining xulosasi. Shundoq ekan, ota-onalar farzandlarining aqlli, qobiliyatli, farosatli, adab-axloqli, mehribon, jur'atli odam bo'lish uchun o'zi qanday jismoniy va ma'naviy shartlarni hozirlash kerak? Birinchidan, ota-onalar oldi bilan o'zining jismoniy va ma'naviy saposini o'stirishga alohida ahamiyat berish kerak. Buning uchun kelgusining ota-onalari kichikdan boshlab atrofliq tarbiyalanishi, kallasini ilm-fan bilimlari, turmush tushunchalari bilan qurollandirishi, tafakkurni chiniqtirish kerak. İmkon bor muntazam o'quv psixik taraqqiyotida yuksalishni borliqqa keltirish uchun tirishchilik ko'rsatish kerak. Psixik saposi sog'lom, ilm-fan bilan kallasini qurollantirgan, haq-nahaqni, yaxshi-yomonni farqlantirish iqtidoriga yuqori ota-onalardan to'ralgan farzandlarning aqliy taraqqiyoti va mijoz xulqi bilan bilimsiz, nodon, hayot to'g'risida to'liq uqum yo'q, psixik taraqqiyoti va jismoniy saposi to'liq yetilmagan, yeb ichishni biladigan, qurusiqni to'yg'izib kun o'tkazishlar qanoat qiladigan ota-onalardan to'ralgan farzandlarning
aqliy taraqqiyoti va qobiliyat jihatdagi farqi xili gavdalik bo'ldi. Bundaq ahvolni mutlaqlashtirmayotgandimi, lekin yaxshi, sapaliq ota-onalarning bolalarni tarbiyalashga ancha ko'p kuch sarf qilmasimi, tarbiyaning unumi ko'rinarli bo'ldi. Sapasiz, nachar oilaning bolalarni tarbiyalashga nadi ko'p kuch chiqarishga to'g'ri keldi. İrsiyat nuqtasidan qaragandimi, farzandlarning yaxshi xarakterlik va yomon xarakterlik bo'lishida ota-onalarning xarakteri farzandlarga o'xshamagan darajada ta'sir qoldirganligini hech kim inkor qila olmaydi.